Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 12-sahifadagi qo'llanmamizdagi so'zlarni o'qib tarjima qilamiz. Demak, bu yerda mana tamrinun o'tgan dars o'tganimiz, ya'ni shamsiy qamariy harflarni ajratib olgandik biz. 14 ta shamsiy harf, 14 ta qamariy harf. Demak, mana bu harflarni yodlab olgandik. Ana endi shularga doir yanada ko'proq misollar o'rganamiz. Imlo'il farog'a fima yali biwad'il kalimatin munasibati. Munosib so'z qo'yish orqali quyidagi bo'shlikni to'ldiring. Bu yerda mana bu yerda g'oniyun so'zi qo'yilgan. Bu yerga bir so'z qo'yishimiz kerak. G'oniyun boy degan. Demak, at-tajiru g'oniyun, savdogar boy. Bu yerda hulvun so'zi qo'yilgan. Demak, bu yerga as-sukkaru hulvun, shakar shirin degan so'zni qo'yamiz. Demak, maridun kasal degan so'z bor ekan. Bu yerda masalan al-waladu maridun, bola kasal deyishimiz mumkin. Lazizun, shirin, lazzatli degan so'z bor ekan. Masalan, at-tuffahu lazizun, olma shirin deyishimiz mumkin. Bu yerda mana tawilun, uzun degan so'z bor ekan. Demak, bu yerga masalan al-mudarrisu tawilun, o'qituvchi uzun deymiz. Bu yerda mana qasirun degan so'z bor ekan. Masalan, bu yerga at-talibu qasirun, talaba kichik, past deb, bo'yi past degan ma'noda. Demak, ixtar kalimatan minal qoimatil ba tunasibul kalimatallati fil qoimatil alif. Demak, bu yerda ba bo'limidagi so'zga alif bo'limidagi munosib bo'lgan so'zni ixtiyor qiling. Demak, alif bo'limidan ba bo'limiga mos keladigan so'zlarni topamiz. At-talibu, masalan, talaba so'ziga nima munosib? Bu yerda lazizun, maksurun, thaqilun, maftuhun, maridun, harun so'zlar bor. Demak, at-talibu maridun, talaba kasal. Ad-dukkanu, do'kon, masalan, maftuhun, ochiq. At-tuffahu, olma, lazizun, shirin. Al-ma'u, suv, masalan, harun, qaynoq, issiq. Al-hajaru thaqilun, tosh, og'ir. Al-qalamu, masalan, al-qalam maksurun, qalam singan. Demak, mana shunaqa so'zlarni tanlab oldik. Demak, keyingisi al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Bu yerda yangi so'zlar berilgan ekan. Hulvun shirin, maridun kasal, ad-dukkanu do'kon, g'oniyun boy, tawilun uzun, faqirun kambag'al, qasirun qisqa, at-tuffahu olma. Xo'sh, keyingi bo'limimiz o'sha shamsiy qamariy harflarni ajratish uchun berilgan bo'lim. Al-huruful qamariyya val hurufush shamsiyya. Demak, bu yerda shamsiy qamariy harflarga misollar berilgan. Demak, yuqorida sanaganimiz 14 ta shamsiy harf, 14 ta qamariy harfda bu yerga to'lag'icha misollar berilgan. Keyingi dars mana shu joydan davom etamiz.